Va'da qilingan kun keldi. O'tgan sondagi eng yaxshi kommentariy egasi Kamoliddin Abduraimov. Kamoliddin aka, biz sizni tabriklaymiz va biz bilan Instagram orqali bog'laning. Artel Official akkauntiga o'z ma'lumotlaringizni qoldiring va biz sizga sovg'angizni albatta yetkazamiz. Siz esa azizlar, ushbu sondagi o'zingizga yoqqan eng yaxshi frazani yozib keting va biz g'olibni keyingi sonda aniqlaymiz. Nima yeymiz ko'rsatuv nashri muxlislari? Nima yeymiz? Vayner, bloger, boshlovchi, ko'rsatuvchi, Nima yeymiz? jatata yeysiz. do'stim, manzilingni ayt. Shu payt men tishim ham yo'q edi, matdi. 1-0 уже. Mbappe buzyapti. Mbappe bu jamoadagi qurt. Dedi. Kim dedi? Men bitta sir aytib beraman bo'pti, o'yladim. Bu siz emas, molda sir ekan. Qale, Okanu, stroygada qilingan ovqatni yaxshi qo'y. ovqatni nomini Uval deb qo'ysa bo'ladi. Assalomu alaykum. Bizani nima yeymiz ko'rsatuvi orqali Nima yeymiz? Nima yeymiz ko'rsatuvimiz nomi shunaqa. Nima yeymiz Avvalo ko'rsatuvi. mana ular zo'r yeyapti deb so'raydi. Bil rosa yeyishdi. Hurmatli tomoshabinlar, amallab e'lon qilishga harakat qilaman. Nima yeymiz ko'rsatuv nashri muxlislari, sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimizda. Ashaddiy muxlislar bormi? Xursandmiz, ashaddiy muxlislar bor, oka. Men bilib turibman bor komment Xudo yozib qoldirishdi. Demak, bugun ko'rsatuvimiz, ya'ni bugungi turnir tarzida o'tyapti. Turnir bo'lib ketyapti. Biz 4 ishtirokchi o'rtasida bo'ldi saralash bahslari va navbatdagi saralash bahsi. Saralash endi yarimga chiqolmagandan keyin saralashda o'ynayverish kerak deb o'ylayman. Finalistligi nimadir bor. Finalist albatta Yevropaga gastronomik tur, Italiya va Fransiyaga. Rostmi? Ha. Birinchi o'rinni olish kerak uning uchun. Ovqat pishirib Yevropaga ketsa bo'lagansiz. Albatta. Ikkalamizdan bir kishi birda olsa, keyingi etapga o'tadi. Yarim finalga o'tasizlar, yarim final. Voy, bu shuncha ovqatda o'taylik. Xo'p, anglab turganinglardek tanishtirishimiz shart emas, chunki o'zligini o'ziga tanishtirib turibdi. Demak, Albatta, birinchi ishtirokchimiz ajoyib Vayner bloger, mitti aholisidan tanilgan Ulug'bek. Rahmat, man. Va o'zlarini har xil qiziqarli gaplari bilan, blogerlik bilan, qisqa qilib aytganda boshlovchi, ko'rsatuvchi, ko'rsatuvchi, beqa o'tasiz deb ko'rsatuvchi. so'z ustasi Elmurod aka Haqnazarov. Men Ulug'bek deb o'zim aytdim. Men siz ikkita odamga aytyapman. Xush kelibsizlar. Qolganlar qani Elmurod aka? Ular shatta mashinada o'tiradi. Boshida Erik Haydar bilan Janjal bo'lsa kirishadi. Sizlarni oshxonaga chaqirganimiz asosiy sabab endi maydonda qiladigan ishinglar qolmadi. kelayapti. Va bugun nafaqat o'zaro battle, balki Real va Barsani oxirgi nuqtasini hatto oshxonada qo'yib olamiz degan maqsadda Ajrashganlar bitta nuqtada qullar. Albatta. Lekin biz bir-birimizga suyanib qoldik Real Barsachilar. Sekin qo'lishib qaytdinglar Ispaniyaga. Oldin ham hali Real chiqib ketgandan do'stim, yaxshimisiz? Ertaga bir osh qilaylik deb. O'sha oshni bugun mana shu oshxonada qilishga harakat qilamiz. Osh bo'lmasa ham boshqa ovqat qilamiz. Demak, biz boshladik. Ko'rsatuvimiz boshlanadi. Farqli paydo bo'lib qoldi. Xo'p, sizlarga osonroq ovqat beramiz. Bilishimiz bo'yicha bir kishi bu yerda professional ekan. Ulug'bek. Kelishlari bilan o'zlari. Mana shunaqa duxoludimni kelishimdan olishmansizmi? Rostdan Hozir bilmayman. Barsachilar ishonuvchan bo'ladi, o'zi hamma narsa ishonib ketaveradi. Yo'q, rostdan bilmayman men, to'g'ri. Men ham bilmayman. Bilish shart emas bo'lmagan ovqat. Xumni qaynatganda ham mana tuzini tatib ko'radigan darajada. Qaynayapti. Demak, уже yutqizdingiz anaqada har doimgidek. Har doimgidek demak, Real qachon yutdi bizni? U 5 yildan beri faqat kalta yeyapti. Xo'p. Demak, Sarvar Elmurod akam qo'llaridan nima yeymiz? Kelishilmagan ovqat, kelishilmagan konseptlarga Xo'p, nima yeymiz? Makaron paflotskiy yeymiz, oka? Voy. U nima? O'zbekchasimi? Makaron, shu flotcha makaron. Yo'q, qilinmasa ham. Yo'q, unisini yo'q. Qamalib ketdi. Do'stimga qo'ng'iroq bor. Ha, bormi? Ulug'bekning qo'llaridan spagetti yeymiz. Spagetti. Voy. Nimaga spagetti yeymizki? Endi Lag'mon degan kinofilm hozir. Shahrimiz keng teatrlarda ketayotgan bo'lishi Kinoning nomi Lag'mon. Lag'mon-da. O'shani Yevropachasini Yevropaga, putyovka, o'shaning uchun spagetti yeymiz. Vaqt qanaqadir chegaralanganmi?
vaqt pishirilguningizgachamda endi. Misol uchun Pishmay qolsa vaqt 10 minutda chegaralangan pishirib bo'ladi. qo'yib, mana bitta karvindan, tarvuzlardan gullayapsan. Boshlashyapman. Boshlab yubordingizmi? Ha? Tak, bunga mancha qozonga suv quyiladi, qaynatiladi, pripravalarda, to'g'rimi? Aha. Qozonda qilasanmi? So'ting nimada qilinamiz? Elmurotga maqsad yutishmi? Men anaqa qila qolaman, pishirmay Juda qo'yaveraman. yaxshimisiz? Sizlarni makronni qo'yig'i bor-ku, Pavlotskiy. Pavlotskiy. O'shani qanaqa qiladi? Birinchi nima soladi? Do'stim, manzilingni ayt. Ha, bo'ldi. Va rahmat. Ha, Elmurotga haq nazar bilan hozir birga bir ovqat pishirish bo'lyapti o'rta. Yutqizsa, bu yarashmaydi jigar. Ha, bo'ldi. O, bilar ekanman. Qara, tot o'rta adashib ketdim, qara. Spagettini birinchi qovuraman. Bo'ldi, va tushundim o'zim. Onam bitida tushuntirib qo'ydi. Bunga suvni quyamiz. Necha minut qaynataman? Shunaqa shirin chiqadi, hozir ko'rasiz. Qara, spagettini keyin tarelkaga solib olaman. Piyoz bilan qiymani qachon bir-biriga qo'shaman? Pomidor, bodring hech narsa ishlatilmas ekan. Hech narsa Kartoshka ham kerak emas ekan. Yo'q. Piyoz Aka kerak. qaynamasdan ham sovurilar ekan. Piyoz kerak bo'lar ekan. Qaynatmasdan ham sovurilar. Yo'q, billa qaynaveradi-da. Billa qaynaydi-da. Eng maza joyi. Yo'qda qattiq maslahat keldi. Spagetti bundan ham oson deb o'ylardim men. Qulog'idan o'zimiz gaplashaveramiz shekilli. Ha, o'zimiz boshlaymiz. Xo'p, aka. O'yin payti ham Florentina Perez qulog'idan telefon tushmaydi-yu. Xo'p, aka, bundan bir necha yillar oldin Zo'r TV kanalida Plus minus ko'rsat. Plus minus showda Knockout Battle'da ijod qilib yurgan vaqtingizda Spagettini qancha qaynataman? bitta suhbat bo'lgandi. Siz bilanmi? Ha, bitta informatsiya aytgandingiz. Ha. Otabek aka bilan ishlardingiz o'sha vaqt. Hozir ham ishlaysizmi? Ha. Ustozim. Bir oyda bitta choyxona haqida informatsiya aytib bergansiz. Kitob o'qish voqeasi haqida. Ha. Qarang, shuncha intervyuga borgan bo'lsam, Hech kim so'ramaganmi shuni? hech kim shunaqa savol bermaganda. Lekin aka bu ana uchun juda yaxshi nima deydi, odam o'zini o'sishi uchun, ustida ishlashi uchun. Piyoz bilan Mana piyoz aka, siz uchun hamma narsani olib qo'yamiz aka. bitta piyoz yetadi dedi. Bitta piyoz. Bo'ldi, tushundim jigar. Qilaman eslichaxon, rahmat. Yes cho'qilaman ovqatni. Xo'p, siz anaqangiz maslahat beradigan odamingiz ham bilmaydimi? Bu bo'ldi. Onam bittada tushuntirib Ha, qo'ydi. seriozmi? Birovni gapiga kirma, mana shu aytganimni qilib bo'ldi dedi. Ayniqsa bu meni. Tak, kim man taraf hozir o'tdi shunda? Laziz taraf, lekin Laziz Elmurod aka ovqatga baho beradi, men sizga baho beraman, ha. Odam tosh ko'taradi-yu. Mana zalga kirganingizda tosh ko'tarasiz-da. Toshni ko'tarishni yo'li uni birdaniga 200 kilo ko'tarishmasdi. Uni birinchi kuni 5 kilo, keyin 7 kilo, keyin 9 kilo, 10 kilo, 100 kilogacha olib chiqaverasiz, 200 kilo. Uni doimiy qilishda gap. O'shanda muskullaringiz chiroyli bo'ladi, katta bo'ladi, kuchli bo'ladi, duxingiz ko'tariladi. Miya ham muskulda, miya ham xuddi shunaqa, miyaga ham trenirovka kerak. Uni trenirovkasi kitob. Har kuni 100 bet o'qishingiz shart emas. Zerikkinizcha o'qiysiz. Bir oyda kamida bitta yoki ikkita kitob tugatish kerak-da. Bir oyda 4 qator, keyingi oyda 8 qator she'r yodlash kerak. She'r xotira uchun, kitob tasavvur uchun. Keyin dunyodagi eng bitta zo'r kassivik kino bo'ladi-yu. Mana Oskar olgan bir oyda bitta kino. Mana shu 3 ta narsani qilasiz. 1 yildan keyin ishoning, mana sahnada yurasiz. Sahnadagi 2025dagi Sarvar 1 yil ichida kamida 12 ta kitob o'qidi, 12 ta kino ko'rdi, kamida. 4 qatordan o'sha 12 ga ko'paytirasiz. 48 qator she'r yodladingiz. 2026da konsertni 2025da solishtirganman-da. Ishoning, o'zingizdan nafratlanib ketasiz. Men oxirroq ishlamagan ekanman. Ha, o'zingiz tanimay qolasiz-da. Elmurotga shularni qaysi birida o'zingiz qilyapsiz oxirgi paytda? Men faqat kitob o'qiyman, she'r yodlamayman xolos. Kitob o'qiysizmi? Ha. Oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi? Doktor Oz Karnayni o'kinmasini o'qiyapman hozir. Keyin uni olib Mag'zum bo'lmani tugatdim. Ya o'zi bu mavzu nimaga boshlandiki? Elmurod akamiz so'zlari, Otabek akani jamoalari bilan ishlaydigan bitta stillari bor. Sostavga kitob o'qitiradi. Bir oyda bir marta so'rab olinadi. Gaplashadi. Yo, u kitob o'qishga men doim to'g'ri fikrda qaraganman, chunki men abituriyentlik paytlarimda juda ham ko'p kitob o'qiganman-da. Siz biznes haqida kitoblar o'qiganmisiz? Yo'q. Pul topish, pulni ko'paytirish. Boy ota, kambag'al ota. Sarvar, mani farzandingiz bor, Ulug'bekda ham bor, Lazizda ham bor. Bor. Hech e'tibor bergansiz, ota-onangiz uchun sizdan ko'ra farzandni ko'proq yaxshi ko'radi. Nimagaligini bilasiz? Vosh. Sababini ko'p ota-onalarda o'zi ham bilmaydi, lekin o'zi bilmagan holda shu ish bo'lar ekanda. Ko'proq ular bilan o'ynagani uchun o'ziga. Yo'q, unaqa emas ekan. Ani bola sizni bolangiz-ku, sizga o'xshaydi-yu, siz yoshligingizda. Eslatadi.
Ha, u ota-ona u bilan gaplashganda, uni ko'rganda boru sizni yoshligingizni ham eslaydi. O'zini o'sha siz yosh paytingizda ota-ona ham yosh bo'lgan-ku. Ular ham o'sha xotiralar miyani ichida arxivdan chiqadi-da. Bu sizni yoshligida mindirgan, masalan, chiqdi nevarasini xullas o'zini bolaligiga qaytar ekanda, shu orqali uchinchi Kino mavzusi ochildi. Hozir Mittimi jamoasining maqsadlari o'zgargan. Hozirgi maqsadi o'zbek kinosini qutqarish bo'lib qolgan. Deydi. Ha, shunaqa. Ha, qara. Yaqinda kino boshlashibdi, Lag'mon degan. Menimcha oxirgi epizodlar qoldi deb aytdi. Xudo xolisa, bugun 1,5 kunlik syomkamiz qoldi. Nasib tugatamiz. bosh rolda kim? Bosh rolda Abdurahim va G'ulom Nazir, ikkinchi darajali bosh rolda men va bizani eski kino aktyor aktrisalarimiz ham qatnashgan. Undan tashqari O'zbekistonda top blogerlar ham bor. Kino inson hayotida juda muhim rol o'ynaydi. Bizni bolaligimiz eslang. Eslab ko'ring. Televizorda yoqsangiz, disklarda kino olib ko'rsangiz, qahramonlar kim bo'lgan? Van Damme, Schwarzenegger, mana Rambo, Terminator, Jackie Chan, Jet Li, Chuck Norris, Bruce Lee, hali Bolo Yang, hammasi urush anaqalari bo'lganda, Schwarzenegger chiqqanda hamma kachka qildi. Ana yaxshi tomonga yurganda, o'sha paytda masalan meni yaxshi ko'rganimga kimdir qarasa, men borib urushganman-da. 50 ta bola bo'lmaydi, bir o'zim borib urushib, o'sha kunda o'zi olib kelardi-da. Kinolarda ham shunaqa edi. Bitta qo'shimcha kirib ketsa. Eng esli bola Jackie Chan bo'lganda. Endi Hind kinolari ham yarmigacha urush, yarmida bitta o'yinga tushib olishadi, yana dalil esasizda. Hozir kinolarda ani qizini olib ketsa, bola orqasidan ham bormaydi. Uyda o'tirib olib stories qo'yadi. Mana xiyonat va anaqa g'amgin qo'shiq ketadi. Avtobusda o'ylangan. Unaqa bo'lish kerak emas-da. Bola men bu sevgini misol qilib keltiryapman. Kurashish kerak. Kurashish kerak. Endi qaysi mana borib jang qilish. Shohjahon Kimdir ko'tarmayapti bu telefonni. Olmayapti. Davlatga yonyapti. Noto'g'ri ma'lumot berdi ketib yubordi bu ham. Ulug'bek, Aytavering, Labbek. Elmurod aka, mana sizlar moliyaviy tarafidan ijodiylar orqasidan yopgan odamsizlar. Ijod orqali moliyalashdi. Moliyalashdi. Xo'p, birinchi sizlarni hayratda qoldirgan gonoraringlar. Men birinchi olgan anaqa $10,000 bo'lgan o'sha YouTube'dan. Prem hayratda qolgansiz. Eng ko'p ushlagan pulim $200 bo'lgan, o'zimniki $200 bo'lgan. Kastimni ichiga solib olasiz. Uyqis keladi, har xarda ana $200 urib qo'yishmadimikan deb turadi. Mana shunaqa darajada. Bir donaga 10,000 keldi, tasavvur qil. Pul kelib qolsa bor, katta pul do'drab qolar ekan. Nima qilaman shuncha pulni? Xayolingizda anaqa bo'lib ketar ekan. Katta puli bor odam rostdan katta o'ylar ekanda. O'shanda bilgan. O'sha bizneslarni miyada fikrlar qiladi. Ha, o'shani sheriklaringiz yoqmay qoladi. Yalang oyoq deymikan yo so'kishlaringiz, kamsitishlaringiz ham boshqacha bo'lib qoladi-da. Tako ishonch bilan chiqadi. Ha, oldani it deb so'kkanlaringizda o'sha it emasda, ana yo'g'onroq bo'ladi, yana boyroq so'kinish bor. Buldog tako. Ya o'sha 10,000 bo'lgan, o'shanda sразу qarzlarimga berdim. Men endi esla oladiganim Farhod bilan birgalikda bitta storiesimizga $250 to'lashgan. Birinchisi bo'lganmi? Birinchisi emas, shu birinchilaridan-da endi. Ha. Birinchisi endi $50 mi, $30 ga sotilgan reklama. Eng katta summa masalan hayratga qoldirgan summa shu bo'lgan. Yo, imенно hayratga qolgan degan savolga to'g'ri kelyapti mana shu momentda. Farhod bilan xullas $250 ga sotyapmiz. Farhod o'zini oyligi bilan solishtirib beryapti. O'rta shu pulni men oyim 1 oy 1,5 oy ishlab borib, rasxod qilib, kun davomida ishlab turib topallar. Qara shu biz 15 sekundlik istoriyamiz uchun shu pul to'lashyapti. Endi qarangda, shu yaqinda bittasi aytdi-da, Ermurodjon bachdi dedi, stories qilib. Nemda qilib bering dedi. Bo'ldi aka dedim. Nemda qilib bering? Va Nemnedi o'zi $200 bo'ladi desam. Nimani nemni qilib qo'yish? Nemni orqasida 17 yil itda ishlanganlarni kvartirada rol yegan paytda qarzga borib kelganingiz, odamlar sizni mensimaydi. Mana shu nemni qilib qo'yishdi o'zi falon pul turadigan darajaga kelguncha ham 17 yil, 18 yil tishga qo'yib ana qilgansiz. O'sha payt men tishim ham yo'q edi, dematdi. olib qo'yarmidingiz? Men savatganlarimni olaydi. Men bitta shedevr ishlab ketyapti. Uji bo'ldi, uji ish boshlandi. 1:00 uji. Endi aka, siz ovqatingizdan ovoz chiqmayapti. Men unaqa ovozsiz ovqatda. Men ovoz aytdingiz-ku. Men birinchi gonorarim aytganman men. Ko'rsatdi. Yo'q.
mana shu Yo, yomon ko'rib qolishganda, bizda puli bor odamni yomon ko'rishadi, chunki kliplarda ham boyni Yomon ko'rsatishadi. qorami, oqpadar, narkoman qilib ko'rsatishadi. Qorami. Yovuz. Yaxshi boy yo'q-a? Hech qachon yaxshi boy ko'rsatilmaydi-yu. hech o'sha pul topib yaxshi bo'lib ketgan bo'lmaydi. Doim nimadandir. Kinolarimizda bilasizmi? Kliplarda ham shunaqa. Kimnidir mashina urib yuborsa, nuqul qo'ldan olma tushib ketaveradi. Kim birorta Arzonchi narsa bo'ladi. hech qachon kitob tushib ketganini ko'rmagan. Yo, iPhone tushib ketganini ham ko'rmagan. Faqat olma. Meva ham o'zgarmaydi. Olma ekanda eng arzon. Bizlarni ko'rsatuv uchun eksklyuziv sredka chiyli kerak. Esingizda qolgan, yoshlikda bo'lgan yoki Sirda aytyapsiz. ha, mana hayotingizda bo'lgan, sizni esingizda qolib ketgan, lekin boshqa hech qaysi ko'rsatib o'tmagansiz. Bizlarni ko'rsatuv uchun esdalik bo'lib qolishi kerak. Ha. Yoshligimda bichok chekkanmanda birinchi marta sigaret. Podez zinani tagi bo'ladi-yu. Ha. O'sha yerda sigaret yotgan bo'lgan, yosh bo'lganman. O'sha yerda birinchi marta sigaret chekkanmanda tutatib. Ha. Chekayotganimda dadam kelib qolgan. Dadam ko'rib, o'sha sigaret tutatib, mana bosgan qo'limga. Mana sigaret tizini ko'ryapsizmi? Hali ham bor. Ha. Mana. Katta turadi. O'sha sigaret chekmaydi. Shu ko'pchilik qanday sigaret chekmaysiz deydi. Bu sirini endi irodam kuchli deb qolman, iroda mana. Mashtaxal bo'lgan hammasi. Men tarbiyani usulini zo'rini ko'ryapsizmi? Tarbiya. Hozirgi psixologlar bolangizni urmang deydi-yu. Kerak bo'lsa mana o'g'il bolani qilish kerak-da shunaqa. Endi Ulug'bekdan Men eshitamiz. shu darajada prozrachiyaman, sirlarim yo'q. Hozir o'ylab oling. Ha. Lekin rangi ideal chiqyapti, ishoninglar. Конечно, Artel kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Gaz varichli plitalarda. panellar, gaz Ah, plitalarda ah, qilyapsiz. Buni отказ qilib bo'lmaydi. Hamma gap gaz plita. Mahsulotlarni bilgan bo'lsangiz, Artel kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Orqada ham Artel turibdi, mana hamma tarafda Artel turibdi, okey. Tepangizda ham Artel kompaniyasi tomonidan. Artelda reklama qilsangiz ham bo'laveradigan bo'lib qolgan hozir. Birinchi marta qilishim o'g'il bolagan. Bunaqani o'zimdan taxminan sepyapman, lekin bu o'zimni anaqam. Yo, misol uchun bu o'zingizni anaqangizga hamma ham anaqa lekin. Sal anaqaroq emasmi bu nima o'zi? Yo, mana shunaqada anaqali zo'r chiqadi deb eshitganman lekin. Murtcha yirigida bu. O, Ya, burasiz. vo, nimalariga. Ha, qo'lni. Shaharliklar ishlatadigan ekan. Ay, motigan ekan qattiq ketyapti, ko'rsatdim. Ana. Xullas sir etmas ekanlarmi yoki shu? Non Ana vaqti, lekin aka suv bilan tashlaysiz, lekin 5 ketaman shu joyga. Suv bilan iltimos sizdan. Shunaqa o'zi. Shunaqa dedilarmi? Ha? Suv bo'lib ketadi-yu. Yo'q, hozir ko'rasiz. Tortib ketar ekanmi? Men bitta sir aytib beraman bo'pti, o'yladim. Xo'sh. Mani давайте sirlarim yana bir mol bilan связанный bo'la qolsin. Yana mol. Короче, sigir boqib yurgan bo'lganman-da. Bir kun bizning mol uchun Elmot aka mamchi, siz ham yaxshi bilsangiz kerak. Xuddi bir juda ham bir katta mas'uliyat. O'zingizdan ham uni ahvoli, sostoyaniyasi, qorin to'q bo'lishi muhim bo'lganda, bilasizlar. Kasal bo'lmaslik kerak. Kasal bo'lmaslik kerak, qorni to'yish kerak, bo'kib qolmaslik kerak. Keyin shu bilan yurib ketayotgan mol paner yopib qo'yilgan joy ustidan o'tib ketdi. Yurib ketayotgan mol bir payt yerdan yo'q bo'ldi. Ha, chuqur bo'lgan. Kanalizatsiyaga tushib ketib qolgan. Ha. Molmi? Ha. Bitta qarasam, mol mamda qarasam tiqilib qolgan kanalizatsiyaga. Bu sizni emas, molda sir ekan. Yo'q, men uni uydagilarga aytmaganim hammasi aka. Ha, dalchi qanaqa chiqarib olingan u yoqdan? Dalshi mana shu mahallada kimni tanasam, ko'zimga kim ko'rinsa o'shani yugurib borib chaqirib kelganman keyin. Endi u birinchidan mol og'ir, ikkinchidan u tiqilib qolgan ichkariga. Voy. Uni chiqarish kerak. Chuqurga tushib ketganmi? Kanalizatsiya bor. Dumaloq. Kanalizatsiya. Dumaloq, yo'q, kanalizatsiya, o'zbekcha kanalizatsiyalar bo'ladi-yu. Kolodis. Yo'q, O'zbekcha. Kolodis. O'zbekchasi o'zbekchasi to'g'ri. O'zbekchasi kolodis. Qanaqa qilib olib chiqqansiz shuni keyin? Anaqada ko'targanmiz bolalar bilan. Qo'lidan, mamtidan, Kayfiyatini ko'targan. shoxidan. Molni Kayfiyatini ko'tar. o'zini ko'tarolmay, molni kayfiyatini ko'tarib qo'yganmiz. O'shani oyim bilan adamga yetmadim. Shuni bizga aytdik. Shuni sizlarga yetmadim. Ulug'bek aka kino sohasiga o'tib ketibdilar mana. Sizda plan nima? Mana konsertdan keyin dalshida nima? Biznes qilyapti. Biznes qilyapti. 3 yildan beri hech kim bilmaydi. Xizmat ko'rsatish yo ishlab chiqarish? Yo'q, ko'chmas mulk. Ko'chmas mulk. Dom qurib sotyapsiz. Yo'q. Kvartira qo'yyapsiz. Yo'q, umuman unaqa narsa. Palos olib kirib beryapsiz. Hech kim qilmaydi. Bizni buni bitta chet ellik o'rtog'im o'rgatgan. Demoqchi bo'lganim, menda hozircha plan yo'q, shu borini kuchaytirish. Hozir moliyaviy anavlar
investitsiyalar o'sha tarafga ketyapti faqat. Ha, topganim o'sha yerga tiqib qo'yaman, zo'r. Etish niyatingiz yo'q qisqasi. Anaqa bo'lib qoladi, ko'z tegadi, dedi. Kim dedi? Chunki burgerlarni ham aytganimda ana aytmay qo'yavering deyishgan. Yo'q, Yengil naborot burgermi? aytish kerak deb o'shanda 7 ta tochka ochgan edimda 3 oyda ichida. Yaxshi kelardi. Keyin odamlarga 3 ta deb yurardimda. Hatto bu kamaytirib aytaman deb. Keyin rostdan sinib ketmagan. U ko'nglim sovib ketganda shu ishdan. Pulki zo'r kelardi, lekin ko'nglim itdek qolib ketganda keyin akamga berib yuborganman. Akam Xudoga shukr mana o'sha 7 ta tochkani 2 ta qilib qo'ydi. Ko'zda emas, barakali qilib. Ko'z tegmasin. Mayli, barakasini bersin nima ish bo'lganda ham. Xo'p, kino sohasida ishlash juda ham qiyin ekan degan xulosa aytdingiz boya. Kinoda ishlash juda ham qiyin ekan, sababi biza 4 ta devor orasida videolar olib hech qanaqa bir svetsiz, hech qanaqa qo'shimcha rekvizitlarsiz. Kayfiyatga bog'liq bo'lib. Elmurod aka misol uchun mana oxir paytlarda faqat mashina ichida vayillanyaptilar. Mana qarang, Ulug'bek qarang. Ya aka hazillashdimi? Yo'q, to'g'ri gapirdingiz. Mana Ulug'bekni Boburlar kuzataman-u. Svet, lampochka, ssenariy, kastim, grim, misol komanda borishadi. Ishlaydi. Katta jamoa ishlaydi. Ha, 4 million, 5 million ko'riladi, to'g'rimi? Men ham shunaqa qilib olsam 800 mingdan o'tib ketdi. Lekin mashinani ichida turib, sen bir nosbozing tupurasanmi yo o'tiraversanmi deyman, 8 million ko'riladi. O'sha kuni 10 ta telefon bo'ladi. Aka falon joy bor reklama. Nima qilasiz? Vayn qilasizmi yo sen mashinani ichida o'tirib gapirib qolasizmi? Endi futbol temani-ku gapirmasangiz ham bo'laveradi. Futbolda gapirsam zo'r ketadi. Demak, futbol mavzusiga o'tdik hozir. Futbol mavzusida Real Madrid va Barselona jamoasining muxlislari sizlar buni ko'pchilik biladi. Mana muxlis sifatida nima qilgan bo'lardinglar Real Madrid va Barselona rivojlanishi uchun? Yo, Barselonaga ikkita zo'r himoyachi, ikkita zo'r tarang hujumchi kerak. Ana Sörlot, Hollandga o'xshagan. Bo'ldi, qolgani hammasi idealniy. Realda agar Mbappeni yo'qotsa boru, Real idealniy klub. Mbappe o'yinlarda cho'tki o'ynadi. 5 ta o'ynadi, 5 ta yutdi. Mbappe buzyapti. Mbappe bu jamoadagi qurt. Shunchalik yomon ko'rasiz. Yo, yomon ko'rishda emas. PSJda hech narsa qila olmagan. PSJda o'ynaganda faqat PSG chempionat bas Fransiya, masalan, Germaniya bilan Fransiya chempionat hisoblanmaydi. Mbappe mana bitta joyda aytsam ham rosa hate qilishdi. Nima olgan? Mana shaxsiy, individualniy nima? Yo'q, mana hozir nima hech narsa olgan yo'q. Hech nima olmadi. Nimaga? Chunki bu pulni quli, bu bir bizda, bu o'zini meni ana ichki meni Jamiki yomon gaplar. Ha, yo'q, uni men yomon ko'rmayman. Zo'r o'yinchi, lekin hech narsa olgan yo'q. Neymar nima olgan? Hech narsa olmagan. Neymar kayfusha bo'ladi. Da zo'r o'yinchi, talanti bor. Unaqa talant hammada bor. Futbolchi sifatida qarasangiz, bular shunchaki shoumen bolalar. Mana haqiqiy futbolistlar, mana Realda hozir kim deb o'ylaysiz? Haqiqiy joni Bellingham. Men stadionda живой 2 metr masofada ko'rib o'tirdim. 2 taym futbolka almashtirdi. Rostdan yirtilib ketar ekanda, rostdan zo'r o'ynar ekanda. Siz ham qattiq o'ynayapsiz. Men pechetkalarni ham yirtilib ketib almashtirib ola qoling. Yetib boryapman oxirgi payt. Oshxonamiz Bellinghammi. Demak, Mbappe ketsa, Mbappeni kir formada ko'rganmiz. Loy bo'lib ketgan formada ko'rganmiz. Mana Bavariya bilan o'yinda ko'ringda. Bellingham bilan ana Arda Gülerlar bor-ku, himoyachilar formalari yag'iri chiqib ketdi-da, yugurdi-da ular. Mbappe rostdan ko'ringda, 93-minutda o'tirib ko'ringda. Mbappe dazmoli ham buzilmaganda formasi. Yaxshi, shunaqa to'g'ri. Qo'shilaman, chunki har qayerda Mbappesiz o'yinlarda yaxshi o'ynaldi. Asosiy fokus unga qaratib qolinyapti. Unga o'ynash kerak bo'lib qolganlar. E'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi o'yinda ham Vinicius oshirib berdi. Mbappe Viniciusga oshiradigan 3-4 ta momentlarda oshirmadi oxirgi o'yinda. Ha, umuman oshirmadi. Yevropa futbolida faqat Yevropa o'yinchilari haqida gaplashmasak ham bo'ladigan to'g'riligiga kelib qoldik, okay? Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov, Abbos Fayzullayev birinchi o'zbek olishi mumkin Premyer Ligani. Meni taxminlarim lekin shunaqa bo'ladigandek bo'lib turibdi. chunki Premyer Ligada birinchi o'zbek o'ynashdi. Yo'q, Premyer Ligani bu yilning o'zida olishi mumkin-da. Ha, bir yilda o'zida. Nafaqat sport rivojlanishiga,
balkim O'zbekistonda turizmni rivojlanishiga ham katta hissa qo'shdi. Chunki uni Angliyada o'tirgan bitta choli kampir shuni ko'radida, qatli bu bola zo'r o'ynayapti. O'zbekiston degan joy bormi? Qani internetga yozaylikchi. Internetga yozsangiz bilasiz, bizda Samarqand, Toshkent, mana Vodiy tomon, Buxoro, Xorazm bo'lib chiqib kelib deydi-da. Tarixiy ekan. Ha, o'zi bilmagan holda turizmni ham rivojlantirib yuboradi. Hali ko'radi, jahon chempionatida Yamayka degan davlat bir marta o'ynagan. Argentinaga 8-0 yutqizgan, eslasangiz. O'shanda bilganman-da Yamayka degan davlatni. O'shanda kirib qidirganman. Yamayka nima bu o'zi? Debdi. Luboy odam qiziqadi O'zbekistonga. O'sha payt ular bizni qidirgan payt YouTube'ga kiradi, TikTok'ga, Instagram'ga kirganda bizdan yaxshi kontentlar chiqib kelish kerak edi. Mana bunaqasiga. Ha, kalli Menga jang beringlar masda. o'shani hozirdan tozalab borishimiz kerak. Ha. Oz vaqtimiz qoldi demak. Joyim qoldi. Bir kimdir menga shuni berishsa, Erik Haydarda. Aha. Mana shunaqa azoblash xizmatidagi bolalar, qizlarni hammasini to'plab Hindistonga olib ketmoqchiman. O'zim yonimdan. Aylantirib, Toj Mahallarni ko'rib, pasportlarini o'sha yerda fuqaroligini olib bermoqchi. Shakar ham olib kelib qo'ygandik, nimagaki spagettiga shakar kerak deb eshitganmiz biz. Ammo to'g'ri, spagetti shirin bo'lar edi. Seryozni. Yemaganmiz. Retseptda shakar turgan ekan. Qatiga solinadi u. Bo'ldi aka, ruhiy bosim berib qo'ying, qolib ketdi ishda. Siz bilsangiz, Kelib aralashayman o'tgan. Voy, aka, unaqa bo'ptimi? Qo'y. Tegini bitarlar. Nima bo'ldi hozir? Mana shunaqa bo'ladi. Karsillatib yeydiganlarga karsillama. rangi qatta uni Elmurod aka? Ha? Rangi qatta uni? Bu rangsizda, prozrachniy. Boyagi o'rischa so'zni siz rangsiz deb tushundingiz-da menimcha. 39 ga kirib bitta narsani tushundim. Masalan, siz ingliz tili, rus tili, bir 7 ta tilni yoddan bilishingiz mumkin, mukammal bilishingiz mumkin. Lekin yoningizda odam gap tushunmasa bor-ku, 40 ta tilda gap bilsangiz ham foydasi yo'q. Yetib kelmaydi unga. Foydasi yo'q. Yana bitta mavzu qolib ketdi. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi. Ha. Gruppalar ham aniq bo'ldi. Savol shundan iboratki, qatgacha yetib boradi deb o'ylaysizlar? Xo'sh, mana shu taxmin. Guruhdan chiqadi, xudo xolisa. Maza qilgan joy, o'sha joyni eslab o'tdik. 3 ta ko'rib qaytaman dedilar-da. Aka, keyingi etapga chiqsa-chi. Ayog'i chiqishyapti. Yo'q, nima 3 taga qilingan dedim. Ha, plani shunaqa 3 taga qilingan. Bularni plani emas, kompaniyani plani. Birinchi kompaniyani plani qanaqa deyishdi-da, o'shaning uchun 3 taga dedim. Men o'zi mana konsertimda bitta sekretni aytaman. Mana shu gap bor edi-da, O'zbekiston jahon chempioni bo'lishini kutyapti, xohlayapti shu. Men o'ylashimcha, buni birinchi biz xohlashimiz kerak-da. Buni birinchi biz aytishimiz kerak. O'zbekiston guruhdamiz, umuman jahon chempioni bo'ladi deb biz aytishimiz kerak-da. Shunda qolganlar bizdan qo'rqadi. Biz o'zimizdan o'zimiz qo'rqamiz-da. Bo'la olmaymiz-ku, yutqizib qo'yamiz. Qolganlar qatdan qo'rqadi. Menimcha mana pishti kuyib ketmasin. O'g'il bola gap, hayotim davomida birinchi marta qilishim, ketma-ketligini ham bilmayman. Nima qilish kerakligini ham bilmayman. To'g'ri. Zo'r chiqsa, bir marta qilib ko'rdim. Hali kurslarga qatnagan edim, ovqat kurslariga deydi. Elmurod aka uchun alohida tayinlangan edim debmi? O'rtoqlar, mana eng muhim joyga yetib keldik. Shuncha mehnat, shuncha mana gap bilan bo'lib. Ya qiyin bazak, xotinlar ham Men sizga ovqat qo'yman deb. Ha, tezda bo'ladigan narsa. Ha, o'shada tez bo'ladigan narsa, o'shancha hozir o'sha tez bo'lgani yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi, shuni baholaymiz. Demak, bo'lganda to'g'ri. Mana bunaqalardan turgan bo'lardi. Xo'p, padach sraz aytaman. Birda olibdi qizim. Elmir. Elmir degan. Tabrik. Keling. Kadrga. Gimnastikadanmi? Ha, birinchi o'rin. Mana bu yoqqa qayilib. Mana gimnastikadan birinchi o'rin. Faxrli birinchi o'rin. Tabriklaymiz. Bo'ldi, o'tdi. Молодец, Ajda. Otasi birra oladimi, olmaydimi hozir aniqlaymiz. Ha, padachaga
Elmir aka boyam aytdilar. Mana sraz aytaman. Padachaga 5. Ha, ulug'bekniki urdi. Padacha. yo aka rangi qizarib ketdi anaqa ko'p sovordim Kantalik emas, zo'r chiqdi. Qani? go'shi bilan Ras. Padachangni baholab olib. jurilar o'zinglarmi sizlar Ha, aka bilib. Mazasida javob lekin. Aralash bosqichida o'zimiz yarim finaldan hakam o'zgaradi. Buni yeb ko'ring, bitta aka man o'zim yegim kelyapti To'xta, laz bilan o'zingiz yeb ko'ring. man rosa yegim kelyapti Mendan oldin yeb Mumkinmi? Bemalol. Qalampir bilan. ya bismillah qani qornim ochiydi elmada keling Ya bitta yeb ko'rki, o'zingiznikini yeb ko'rasiz. aka anu stroykada qilingan ovqatni yaxshi O'zi shunaqa ovqat. O'zi shunaqa ovqat. Pavlovskiy-ku bilasizmi xohlab qilingan Ichidan baliq chiqadi deb o'yladingiz. voy mazasi zo'r chiqibdi lekin O'sha aytyapman-da, ko'rinish emas. mazasi zo'r chiqibdi siz kuchni ichkariga beribsiz-da Ha. Xo'p, padachaga 5 dan 4. Ya 2 ham deyavering. O qadar. Padacha nima? O'zi padacha gap odam ovqat. Bo'lmasa yamal padacha beradi-yu. Haligi kirsam, pampers olgani, qizimga pampers olgani kirsam, mondan qo'l bilan hidi keladi. Mondan shoptolni biz bunga inqiladi xolos. Buni hidi bilan nima ishimiz bor? Monini bering bizga bo'l. Yeydigan ovqat. Ovqat. Xo'p. Padacha zo'r bo'lsa, ovqat xom bo'lsa bo'lmaydi-yu. Qale, onasini esi. To'g'risini ayting. Hozir yana bitta mayli. Achchiq tarafidan yemadim. Yana bitta deb yarmini yeb qo'yganman. Tamga lekin Moshni, qoyil qoldim rostdan. 3 qator tuz sepildi, 3 qator murch sepildi-da. Yo'q. Men tuzda muammo bo'ladi deb o'yladim. Ha. Lekin tuzi ham muammosi yo'q, murchi ham muammosi yo'q. Xullas 5 dan 5. Lekin gap yo'q. Birinchi martami rostdan? Yo, birinchi aprellarda ham deyavering. Yo, birinchi marta rostdan onamdan so'radim. Hayotimda ovqat qilmaganman, rostdan. Tuxum pishirishni ham bilmayman. Tuz pas. Nimaga tuzi pas? Bor tuzni go'shtga berdilar bu yoqishim. Lekin lag'monni go'sht. Bor go'shtni tuzga berganman. Mana. go'shi bilan birlaying hojaga Go'sht qaysi o'zi mana? ha o'sha go'shi man spagettiga tuz kamroq soldim Umuman solinmaganmi ham deb o'yladim, yo solindimi? 5 dan 4. O'zingiz sekin. Yo, zo'r chiqdi. Yo, bu просто dietetskiy emas-da, bu semirtiradi, odam organizmiga zarar. qarang biz foyda plyus minus taraflarini gaplashmayapmiz Zarar, ani erib ketadi hozir. Men zaytun yog'ida qildim. Siz ani qanaqa yog'da qildingiz? Issiq ekan. nima qilmoqchi bo'ldingiz Mazgi bu tagida tuz yo'q-ku. aka bu televideniye uchun hammasi Televideniye uchunmiz. Demak, bizda yig'ilgan ball Elmir akamniki 9 ball bo'ldi. Hal qiluvchi Sarvar qani? Nima men hal qiluvchi Ulug'bekniki necha ball bo'ldi? Hozir Ulug'bekniki ko'rinishga 5 dan 5 bo'ldi. bo'ldi. Hozir tamga baho berish kerak. Ya tam buzilyapti. Mana uni. Yo, batda anaqa narsa yo'q, просто mana o'zingizdan mana qarang. Voy, siz ovqat yeyotganga o'xshaysiz-da. Ay, siz ani nima bu deydi-da. Nega odam? Ana lag'mon qolib ketdi-da, bor kuch go'shtga berildi-da. yo tuz solish solmaslik kerakligini man keyin tushunib yetdim qani Ovqatni nomini uvol deb qo'ysa bo'ladi. Lekin men aytdim Ulug'bekga, Ulug'bek tuz qolib ketyapti desam, jigar xavotir olmang deb. ha tuz pasagan Ha, majburman. Bir ball razницasi. 5 dan Demak- 3 qo'yishga majburman. 5 dan 3. Ha. Shunda 8 ball umumiy, 8 ball men yutdim. sizda 9 ball Bunda bo'ldi. 9 ball. spagetti lekin tuz unaqa ko'p solinmasdi o'zi Yo, siz o'rningizda hozir dunyo povurlarini povuri kelib, mana shuni qilganda bari yutkazardi. Chunki buni maza bo'yicha men u просто hazillashib o'tirib ham yutib qoldi. Xo'p, yarim final yo'llanmasini 9 ball bilan qo'lga kiritadilar. Elmurod Haqnazarov. Abi Barsa nima bo'lsa yetyapti? Tabriklayman.
to'g'risini aytaman, hayotimda ovqat qiladigan ko'rsatuvga endi borgan bo'lishim mumkin demayyu. Manda Men ovqat birinchisi. qilmaganman, rostdan aytaman. ishtirok uchun kattakon rahmat, mehmonimiz bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling. Turnirimiz davom etadi. Xayr. Rahmat. Rahmat.